Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Kavrak biznesini qilib turgan aka-ukalarimiz. Mana bugun biz Toshkent shahar, Yangi O'zbekiston orqa tarafida Qibray tumanida turibmiz. Hozir bu Qibrayda 1 gektar yerimizga chista original uljon kavrak urug'laridan sepib, ko'chat qilish uchun sepyapmiz aziz obunachilar. Bu yerda hozir 90lik pishta olingan. 90lik pishtani ustiga mana shunaqa urug'larimizni mana sochib chiqyapmiz. Bu yerga ekilayotgan urug'lar az obunachilar chista asl toza urug'lar. Buni sepilishidan maqsad ko'chat qilish uchun. Hozir shu kecha kunduzda ko'chat o'zi muammo bo'lib qoldi. Sababi original mesni urug'ni ko'chatlaridan kamayib ketganini hisobiga bu Toshkentga, Yangi O'zbekistonda orqa tarafiga sherikarlar asosida 50% ga 50% bitta Jahongir aka degan akaxondamiz bor, o'zi yurist, advokat. Shu sohaga haqiqiy qiziqqan ekan. Bu sohaga o'zi qiziqqani sababi ham eslaringda bo'lsa, Yangi O'zbekiston bog'ini gideta mana shu yerdan, mana shuni orqa tarafida Yangi O'zbekiston. Yangi O'zbekistonni orqa tarafida 70 mingta ko'chat ekkanmiz. O'sha 70 mingta ko'chatni videosini ko'rib, keyin o'zlari kelib, ko'chatni ko'rib, havas ketib, shu narsani davay obizjon tashkillashtiraylik, siz yeringiz bo'lsin deb o'zlari kelib bir hamkorlik taklif qildi. Mana yaxshi niyatlarda ishlarni boshladik, xudo xolasa. Yerimiz umumiy 1 gektar mana. Hozir bu yerga pushtani ustiga sepib, ustidan mana shu tuproq sepib ko'mib ketyapmiz mana. Urug'ni sepilganini ko'ringlar mana. Qanday zich sepilyapti. Urug' ham chista original Qo'qiston uljon kavrakda urug'lardan mana. Endi hozir kamerani yaqin qilsam tiniq ko'rinadi, zo'r ko'rinadi, atak uzoqlashtirsam ko'rinmay qoladi. Chunki urug'ini o'zi bir nafis. Az akalar, ukalar juda ko'pchilik urug'ni tushunadigan, tushunmaydiganlar urug'ni mag'zini so'raydi. Mana urug'ni mag'zi. Mana shu. Mana sizlarga bunday qilib ko'rsataman. Mana urug'ni mag'zi, mana shu qora urug'ni mag'zi bo'ladi. Mana. Nasib bo'lsa biz bu yerda hozir ekishlarimiz tugatganimizdan keyin Qashqadaryoga qaytamiz. Ana undan keyin bemalol ko'chatlarimizni kavlab sotuvga chiqaraveramiz. Aloqaga chiqasizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Toza asl urug'lar, ko'chatlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar.